Do'stlar, video boshlanishidan avval sizlardan like bosishingizni so'rab qolaman hamda obuna bo'lib qo'ng'iroqchani yoqib qo'yinglar. Yoqqaningizda quloqchasi paydo bo'lsin. Mayli, nima bo'lsa bo'ldi, harbiylar bilan qolganim bo'lsin. Yaxshi. Hozir boraman va kapitanga hammasini tushuntiraman, faqatgina bir shart bilan 2 haftacha yoki 1 haftacha xizmat qilaman, keyin esa ko'ramiz. Qani kapitan? Bu yerda bo'lsa kerak. Assalomu alaykum kapitan Stone. Va alaykum, xo'sh, o'ylab ko'rdingmi? Ha, o'ylab ko'rdim. Bilasizmi, sizlarga qo'shilishimdan juda ham qo'shilgim kelganda, xullas, anchadan beri odamlarni ko'rmaganim uchun hayajonlanib, birdaniga qaror qabul qildim, lekin mayli. Agar iloji bo'lsa, sizlarda 2 haftacha xizmat qilsam bo'ladimi? Agar hammasi yaxshi bo'lsa, menga noma'qul vaziyatlar bo'lmasa, mayli, qolaman shu yerda sizlar bilan oxirigacha. Albatta, biz hech kimni majburlab olib qolmaymiz. Istaganingcha xizmat qilishing mumkin. O'g'il, katta rahmat unda. Bo'pti, va aytgancha menga qurol berasizlarmi? Menga ana shunaqangi kalash bersangiz zo'r bo'lardi. Yo'q, meni qalashimga qarama. Bilasanmi, bizda qurollar yetishmovchiligi, shuning uchun ham hozir mana bu xaritani ol. Ana shu yerda ikkinchi yashil nuqta bor, ko'ryapsanmi? Aha. Qimirlasam qimirar ekan. Albatta, bu lokatorli xarita. Ana shu yashil nuqtaga borsang, u yerda bizni Jons bobomiz bor. Jons bobo u kim bo'ldi? Senga qurol beradi so'rasang. Tushunarli. Keyin nima qilay? Keyin qurol olib qaytib kelishing mumkin. Yo bo'lmasa, o'zi senga topshiriq beradi. Tushunarli. Mayli, unda ketdim. Bo'la qol. Bo'pti. Xo'sh, hozir boramiz. Qani endi yashil nuqtani bu tarafda ekan. Okey, bu yerda hatto qanaqadir o'rtadan o'tadigan yo'l ham bor ekan. Dengiz bilan bizni nima desam ekan, ana shu yer maydonimiz ajrab turadi. Xo'sh. Jons bobo, tushunarli. Hozir ko'ram. Yo'q, bu yerda nima qilyapti bu? Okey. Xo'sh. Endigina qurishayotganda kelganimda hali bitibdi. Assalomu alaykum. Va alaykum. Meni kapitan Stone Jons boboning yoniga jo'natdilar. Kirishingiz mumkin, ichkarida, 2-qavatda. Okey, xo'sh. Bu yerda Jons bobo tepadilarmi? Hop. Bu yerda ham xarita bor ekan. Yaxshi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bilasizmi, meni kapitan Stone jo'natdilar, menga qurol berishingiz kerak ekan. Bizda qurollar yetishmayapti. Menga ratiyadan xabar qilganda qurol berishim kerakligini. Senga mana Thompsonni beraman. Thompson? Men bu bilan bilsammi, Afg'onistonda urushganman. Yo'q. Mayli, rahmat unda. Bu judayam qadrli men uchun. Senga beryapman, ishonyapman. Yo'qotib qo'yma bolam. Albatta yo'qotib qo'ymayman, ishonishingiz mumkin. Janob, menga topshiriq yo'qmi? Yo'q, ketaver Stone yoniga. Hop. Injenersi menga Thompson berdi. Hatto urushda qatnashgan Thompsonni, lekin menimcha Afg'onistonda kalashlar bo'lgan edi, chunki film ko'rgandim. Shunga aloqador. Mayli. Asosiysi yo'qdan ko'ra shu yaxshi, ham o'zimni Makarovimdan ko'ra. Qana o'tarmikin o'zi? O'tar ekan. Yaxshi. Hozir Stone yoniga boramiz. Yaqinroq kapitan Stone va so'raymiz. Bizga topshiriq bor ekan, maxir. Men endi xo'jalik bo'limining kapitanimi yoki komandiri bilmadim. Xo'sh, bu yoqqa, bu magazin bu yoqqa. Bu telefon baribir ishlamaydi. Thompson, beyzbol tayoqchasi, beyzbol bu yoqqa tursin. Yaxshi. Mana endi boramiz va surishtiramiz. Qani bizga nima topshiriq bor ekan hozir? Qiziq. Menga nima berarkin? Menimcha yoki ferma qurish bo'lsa kerak hozir, chunki ovqat haqida gapirishayotgan edi. Hozir surishtiramiz. Okey. Kapitan Stone, murojaat etishga ruxsat bering. Ruxsat. Jons bobodan Thompsonni oldim. Endi menga topshiriq bormi? Bor, ammo seni hozircha harbiy topshiriqlarga jo'nata olmayman, chunki seni hattoki zirhli kiyim ham yo'q. Bizda esa ortiqcha komplektlari yo'q. Tushunarli, afsus. Shuning uchun ham hozircha shu yerda baza bo'yicha ishlarni qilib turasan, lokal ishlarni. Undan keyin esa balki biror bir boshqa bazaga borganimizda yoki banditlarni tutib olganimizda o'shalarnikidan tortib olamiz, ana shunda senga beraman.
Aha. Hozir esa senga oziq-ovqat bilan bog'liq topshiriq. Xaritangni ol, ana shu yerda men senga qayerga borishingni aytaman. Xo'p, oldim. Qara, Jons boboni bazasini ko'ryapsanmi? Aha, ana shu yerda daryo o'tgan. Ha, daryo o'tgan. Ana shu yerda hozir borsang, bazani yonida pastga tushadigan joy bor va u yerda qayiq bor. Ana shundan suzib borasan. To'g'ri ketaverasan. Xo'sh, biz tarafga qarab. Aha, ana u yerga. Ha, keyin ana shu yerda qishloq chiqadi. Qishloq, aniqrog'i lager. Tirik qolganlar lageri. Ha, ana shulardan bizga ovqat olib kel. Okey. Xo'sh. Ovqat. Xo'sh, hozir ana bu yerga borsak, bu yerda suv yo'li juda ham uzun ekan. Bilmadim qancha suzishga to'g'ri keladi. Xo'sh, hozir borib hammasini bitiramiz. Yaxshi. Mana rostdan ham qayiq bor ekan, faqat nimagadir latta-putta o'rab tashlashibdi, g'alati, mayli. Xo'sh, hozir ushlab olaman yaxshi. Ana endi ketsak ham bo'ladi. Thompson yaxshi o'qlangan turibdi. Endi ketdik. Ana shu yerdan ketaveraman. Xo'sh. Ha, ana shu yerdan to'g'ri ketsam, ha. Tushunarsan, bu qishloq chiqadimi, yo'qmi? Okey. Ko'rindi. Ko'rinyapti rostdan ham. Qanaqadir bino va ustun. Okey. Bu yerda bug'doy maydoni, jin ursin. Sohilda ham bug'doy maydoni. Qiziq. Gap bo'lishi mumkin emas. Menimcha buncha bug'doy butun bir kichkina jin ursin qayiq. Yo'q. Ana endi kapitan Stone meni haydab yuboradi. Jin ursin pastga ham tushmabdi. Yo'q. Mayli. Nima ham qilardim? Jin ursa endi shundoq suzib borishimga to'g'ri keladi yoki qishloqdagilardan so'rayman, balki menga qayiq berishar. Ha. Nima? Tushunmadim. Bizni bazan minorasimi? Yo'q. Bu yerda hatto 1 kilometr ham chiqmaydi, tushunmadim. Rostdan bizni bazan. Nimaga meni suv yo'lidan yuborishdi? Tushunmadim. Hozir hammasini bilib olamiz kapitan Stone'dan. Okey. Hozir. Kapitan Stone, darib keldingmi? Xo'sh, nima bo'libdi? Yo'q, men sizdan so'ramoqchi edim, nega meni suv yo'lidan jo'natdingiz? U yerda yarim kun suzdim. Chunki ovqat suv yo'lidan keladi. Bu yerda ba'zidan aylanib o'tish oson, lekin baribir ham endi sen xo'jalikda kattasisan-ku, shuning uchun ham bilib qo'y deb o'sha yerdan jo'natgandim. Tushunarli. Mayli, suv yo'lini bilib oldim. Okey. Yarim kun shu yerdan rostdan shunchaki yugurib o'tsa bo'ldi ekan. Suv yo'lidan ancha. Xo'p, mayli. Lekin yaxshi tarafi bilib oldim u yerdan qanday o'tishni. Chunki bularni hammasini qutilarga joylab jo'natishsa kerak qayiq orqali, chunki agar quruqlikdan jo'natishsa og'ir bo'ladi hammasini olib o'tish. Yomon emas. Baribir ham ko'p vaqt ketadi, lekin yengilroq bo'ladi. Xo'sh. Bu yerdan qishloq deyish ham qiyin, qanaqadir g'alati binolar. Xo'sh, bu o'zbeklar nima qilishyapti? Tushunmadim bu. Bu hojatxona bo'lsa kerak.